Oilasiga vaqt ajratmasdan hamma narsani pul bilan o'lchaydigan ota-ona siz uchun yaxshi bo'la oladimi? Bu narsani ham endi o'zimdan kelib chiqaradigan bo'lsam, paytida men vaqt ajratmaganman, lekin shu oilam uchun yurgan. U degani hamma qatori chiqqan zahoti, masalan, u narsani ro'yobga chiqib bermagan bo'lishi mumkindir. Bu aboydi yoki bu ikki etajdir, hashamat, boshqani. Lekin paytida ulardan 2 baravari uchun xizmat qilganman, vaqtimni sarflagan. Oshna-og'aynilarim ichida oilam uchun sarf qiladigan men deb o'ylayman, chunki o'zlaridan ko'p eshitaman, sen ko'p dam olgani borasan deydi. O'zingni oila bilan ko'p vaqtingni ajratishingni bilamiz. Biz qachon shunaqa qilamiz deb hazil taypi gaplashganimizni bilaman. Lekin undan ham oilaga ko'p vaqt ajratganman deb bo'lmaydi, deyolmayman. Lekin paytida yakshanbani yoki men uchun har kun yakshanba bo'lishi ham mumkin. Oilamga ko'proq vaqt ajrataman.